Abduvali Ayubning Tefekkür ve Tozaq namlıq kitabidagi kichik tema bir nefret qo'llanmasi. Bundan 3 yillar burun bir qism qiran yigitlar maktabimizga tizimlatgan edi. Ko'pinchisi turkcha o'rganimiz deb yurgan bilan Turkiyani demokratiyaga patqan deb yaxshi ko'rmaydi. Ularning bir qismi maktabni to'xtatgandek qilgan. O'qimay nima qilayotganlarini so'rag'animda ikki dunyoda baxtliq qildigan haqiqiy ilm o'rganyapmiz deb tushuntirishgan edi. Manga bular ya ish izlamay, ya iqtidor hozirlamay o'rganayotgan haqiqiy ilmning nimaligi aydin. Ammo qayon boshlaydiganligi qorong'i edi. Arada ikkilan yo'qab ketdi. Saqchi tunishlarimdan so'rab, ota-onasiga va do'stlariga nadilikini tepishib berdim. Başqalarına nim bo'ldi bilmadim. Türkçe ders keldiganlari tuyuqsiz azlab ketdi. Sal ilgiri başlagan qizlar bilan 7-8 o'g'ilni birlashtirmasam, 2 sinfga yetisholmadim. Ammo har qancha tushundiribmi, bu 2 sinfni qo'shalmadim. O'g'illarningcha qizlarning ovozi avrat bo'lib, billa o'qisa fitna bo'lg'idek. Bu gapni anglabla tushuntirishlarimni to'xtatdim. Dərsmi yo'q bo'ldi. Keyincha Turkiyadagi bir o'quvchimning aytishicha, uning haqiqiy ilm o'rgangan savoqdoshlari ilgari keyin bo'lib mahbuslikqa mahkum bo'pti. Esimda qilishicha, bir kuni darsda Amerikada o'qiganlarim va yozmalarim haqida gap ichilib qolgan edi. Kursantlarimdan yozmalarni o'qimaganligini so'rag'animda biraylar nayt keskin qilib: Muallim, biz Amerika haqida Şehitler Arslanı Ustoz Said Qutbning yozganlarini o'qiymiz. Haq yo'lida bo'lmagan, Allohning buyruqlariga emas, jahiliyat maktablarida o'qiganlarga ergishadigan moddaparastlarning yozganlarini o'qisak, to'g'ri yo'ldan ozdirdi deb qoldi. Men Said Qutbning jihodni targ'ib qilgan qo'llanmalarini biletdim. Amerika haqida yozganligidanmi xabarim bor edi. Ammo nima yozganligidan bexabar bo'lg'achqa ortiq gap qilmadim. Faqat 1950-yillarda yozilgan ahvol bilan bugungi amaliyotning farqli bo'lish ehtimolini, mening Amerikada yozganim Amerikani yozganimga teng emasligini, inson qancha yot muhitdan kuzatsa, o'zini shuncha yaxshi tushundiganligini izohlab qo'ydim. Shundan keyin menimda Said Qutb kim? Nimishqa ulug'landi? U Amerika haqida nimalarni yozgan bo'lg'aydi? Uningdagi Uyg'ur studentlarni shu qadar ishondirgan, moyil va qoyil qilgan jazbidorlik nerdan kelgan degan so'roqlar saqlanib qoldi. Qamoqdagi kunlarda siyosiy mahbus bo'lib qamalgan ma'sumlarning og'zidan jihad, shariat, hijrat, xilofat degan so'zlar tushmaydi. Zehn qo'yib baqsam, nafrati portlab, yoshliqi chaqnab, qonlari qaynab turadigan bu yigitlarning qo'llanmasi Muhammad Tahir, Mavdudi, Said Qutblarning diniy ta'limoti ekan. Ularning ko'rgan kulfatlariga mo'nglanib o'ltirib, oshqun islomchilikni din deb o'rgangan va ergashgan studentlarning oqibati, turkcha o'rgangan bolalarning fojiasini eslab izildim. O'ylab baqsam, 90-yillarning oxiridan boshlab hozirgacha Said Qutblarning ideyasini ta'riflab, ularning tashabbuslarini tarqitib va kiyinishlarida ifodalab yuradigan top-top bolalarning oyog'i uzilmabdi. Ularning ba'zilari oliy maktabdagi o'qishlarini tashlab, tashqi dunyoga g'oyib bo'libdi. Ba'zilari ota-onalarini qaqshitib turmushda vayron bo'lishibdi. Yana ba'zilari moddaparastlarning maktabida qizlar bilan o'qishni harom sanab voz kechibdi. Ichinarligi, bularning ichidagi eng munavvar o'quvchilar tutqunlikqa mahkum ekan. Bularga guvohchi edim. Ota-onalarning umidi, yurtning ko'zi, Uyg'urning kelajagi bo'lgan bolalarning ko'z oldimda xarob bo'lishiga chorasiz qolgan edim. Zodi qandaq tashnoliq maktab, mahalla
ve cemiyetdeki yürek parimizni Said Qutbning Misr zindonlarida yurgizgan nafratlik tahlil, fikr va xiyollarga ergashtirib ketdi. O'quvchilarim ergashgan "Men ko'rgan Amerika" degan asarning inglizchisini o'qib chiqdim. Bu asar Uyg'urchaga tarjima qilinmagan ekan. Nimishqa ismini anglab olgan Qutbning Amerika to'g'riliq bir asari o'quvchilarimni qoyil qilib, men yozgan Amerika yoqtirilmaydi. O'quvchilarimning Amerika tasavvuri amaliyotda bu asar sabablik emas. Balki Said Qutbning boshqa asarlaridagi oshqun islomchilik, Yahudi xristian dushmanligi, ahli salib vahimasi va g'arbga bo'lgan nafrat vajidan shakllangan bo'lsa kerak. Demisimi, Said Qutbning Uyg'urchaga 90-yillardan beri o'rilishga boshlagan asarlari bir buzilgan dunyo, yiringlagan vaziyat, tumanliq kelajakka islom nuqtasidan ta'bir bergan bo'lib, hammani barbod qilib, g'oyaviy jamiyat qurish qo'llanmasi edi. Said Qutbning Amerika haqidagi asari bir qarasa Amerikadagi bir vayron bo'layotgan jamiyatni, xaroblik safirdagi ozg'un kishilarni tasvirlagandek tuyuladi ekan. Yana bir qarasa plani Misrda tuzilib, Amerikada tekstillangan bir nafrat darslikidek tuyg'u berdi ekan. Abdur kitobida Amerikaliklarning tantarbiya, san'at, urf-odat va yashash shakliga so'g'uq, nafratlik nazarda tahlil yurgizgan bo'lib, hammada bir salbiylikning ifodasini bayqagan. U Amerikaliklarning nasabi ustida to'xtalib, ularni butunlay Angliya imperiyasi shtatlarga yerlashtirilgan lükchek, qaroqchi, tavakkulchilarning avlodi deb qaragan. Hamda buni ulardagi dunyoparastlik va urushxumarlikning manbasi qilib ko'rsatgan. U Amerika jamiyatidan andishlanib, moddiy taraqqiyot va ilgirlashlardan sirt kunsiri patqoqqa petayotgan, kishilari yurak kesli, ruhiy besim, sarangliq, haraq tamakiga berilish va turli jinoyatlarga o'xshash ijtimoiy illatlarga duch kelmoqda deb bayon qilgan. Said Qutb yashagan Girli ismli bozor Kolorado shtatidagi ko'chalari chirkovlar bilan to'lgan, mayxon tepilmaydigan, kishilari dindorligi bilan mashhur ekan. Uning mushundaq bir an'anaviy diniy turmushga yotqin bir yerda Amerikaliklarning axloqsiz, ishratparast, qo'pol, ibtidoiy, dunyoparast, zo'ravon, rahimsiz mijozidan shikoyat qilganligi tadqiqotchilarni hayron qiladigan. Mazkur asarda kishilarning eshik oldidagi chimliqidan tortib, chirkovdagi muzikasi va usuligacha tanqid obyekti qilingan bo'lib, hatto mahalladagi sotirashning choch yasashlarimi muallifning nafratiga xuruj bo'lmay qolmagan. Said Qutb Amerikaliklarning ibtidoiyligini bayon qilib mundaq yozadi. Amerikaliklarning san'atdan zo'q elishimi ibtidoiydir. Bu san'at faoliyatlari va asarlarida ro'shan ifodalandi. Amerikaliklar tantarbiya mohirlarini maqtash va ulug'lashdimi ibtidoiylikning eng yuqori pallasidadir. Tanharakatchilarining ko'pinchisi vahshiy, qabiy, rahimsiz va hayvoniy bo'lmag'icha olqishga sazovar bo'lolmaydi. Ularning nazarida axloqliq tanharakatchilarning qimmati yo'q. Amerikaliklarning kiyim-kechaklarining rangi va yemak-ichmaklarining ta'midimi ibtidoiylikning alomatlarini uchratqili bo'ldi. Qisqasi, Amerikaliklar zo'q va tam keraklik bo'lgan har ishda haqiqiy bahrdan mahrumdir. Amerikaliklar jinsiy turmushda ibtidoiylikning eng tuvan saviyasida edi. Ma'lumki, Amerika jamiyati Said Qutb nazarida musulmonlar ozod qilishlari zarur bo'lgan, yo'qitildigan jahiliyat jamiyatining tasviriga o'xshaydi. Meningcha Said Qutb "Men ko'rgan Amerika" degan bu asari orqali ayni chog'dagi misrliklarni zavolliqqa yuz tutgan chirik dunyo, buzilgan zulmatlik jamiyat,
və xarablıqqa tutaşqan azğın yoldan agahlandırğan. Qutupning Amerikadan qaytib kelibla butun dunyo miqyosida xalifalikni qayta tiklashni programma qilgan musulmon qarindoshlar uyushmasiga qatnashganligi, uning insoniyatni ozod qilib, odamlarni odamlarga bo'ysunishdan bir Allohga bo'ysunadigan yuksak pallaga yetaklashga otlanganligining isboti. Uning yer sharini qaplab olgan jaholatni supurib tashlash chaqiriqi Yo'l bu yerda degan kitobida ifodalangan. 78-106 betlar. Darsimni anglagan yoshlarning men tasvirlagan Amerikaga emas, Said Qutbning Uyg'urchasi chiqmagan Amerika xotiralariga ishnishi. Men targ'ib qilgan o'zini qutqizish chaqiriqiga emas, chetdan anglangan ummatni qutqizish tashabbusiga ergishishi. Vatanda bir kasbning peshin tutishni emas, chet elda bir jamoatning itoatida bo'lishni tanlashi ichimni tatalaydi. Darsimdagi tungan o'quvchilar Uyg'ur bolalarimizdek dinni deb darsni tashlamaydi. Qora kiyinaman, nomahram bilan o'qimayman deb istiqboldan voz kechmaydi. Qarindoshlarini tashlab hijrat qilmaydi. Said Qutbning Yo'l bu yerda degan kitobi xanzocha ochiq tarab tunganlarni qo'zg'atolmadi. Ammo maxfiy Uyg'urcha tarjimasi reallikni tushundiradigan bir nafrat qo'llanmasiga aylanib, Uyg'urni nada urush bo'lsa shu yerga yo'lga solatdi. O'limga undaydi. Mehr muhabbatsiz, ota-ona qarindoshsiz, vatan millatsiz xalqaroliq sargardonga aylantiradi. O'zim o'qirmanlik va o'quvchilikqa amroq bo'lganligim uchunmi hayotni dunyo, oxirat, tabiat, jamiyat va ma'naviyat o'qitiladigan bir darsxonaga o'xshatqim keldi. Allohning tunji oyati o'qi deb tushkuniga qaraganda hammamiz o'quvchi ekanmiz. Allah bizga hayot darsxonasida o'qishni buyurgan. Ammo nima o'qishni, kimda, qaysi darslikdan o'qishni bekitib bermagan. Millatning mag'lubiyatlik tarixini boshlab berguchilar Qur'onni hayot darsxonasida darslik emas, qotillik maydonida bayroq qilishgan. Shunga Uyg'urning 300 yildan ortiq mazhab qirg'inchiligida qolgan qonliq kechmishi bor. Saray olimlari hayot darsxonasidagi darslikni faqat Qur'on debla o'rgatgan. Ular munbarlarda Qur'onning o'quvchisi, tushunib o'zlashtirguchisi, amal qilib sinoqqa hozirlanguvchisi bo'lishni yoqlamay, yodilg'uvchisi, mo'nglanguvchisi va ulug'lig'uvchisiga aylanishni targ'ib qilishgan. Natijada kishilarimiz qo'lidagi ilohiy darslikni yodlab, azizlashga odatlanib, o'qib tushunishga ko'nmagan. Shuning bilan tabiat, jamiyat, ma'naviyat va koinot haqidagi ilmiy darsliklarga havaslanmas bo'lib qolgan. Bundaq ilmsizliklar natijasida Qur'ondan iborat darslik bilan Qur'onni sharhlaydigan qo'llanmalarni farqlantiradigan aql, fikr va ro'shan ko'zlar ko'payolmagan bo'lishi mumkin. Uyg'urcha nashr qilingan bir qism diniy qo'llanmalarga nazar solganimizda Qur'onni hayot kitobi deyishdan bakrak o'lim xitobi deyishga moyil mazmunlarni ko'ramiz. Uyg'urchaga tarjima qilinayotgan ba'zi kitob, risola va qo'llanmalarda islom siyosiylashtirilib, ideologiyalashtirilib, suiiste'mol qilinib sharhlangan bo'lib, Qur'onning darslik qilinishidan dastak qilinishi qarab yuzlanganligi aniq. Bundaq qo'llanmalarning avtorlari Qur'onni dastak qilib, kishilarni dunyoga Allohning so'zi, ya'ni Qur'on bilan taqobil turishning o'rniga zo'ravonlik, ya'ni qurol bilan hujum qilishga kuch kiritmoqda. Bu oqibatda diyorimizda islomning bir saodatlik yo'l emas, halokatlik tahdid ko'rilib taqiqlanishiga, cheklanishiga bahona bo'lgani ma'lum.
O'qib his qilishimcha, Mavdudi, Muhammad Qutub va Said Qutubning qo'llanmalari yuqorqidek mazmunlarga bayroq ekan. Demak, Qur'ondek ilohiy darslikni yodlashga odatlanib, tushunishga ko'nmagan bir xalqning farzandi, Qur'onga oshiq bir millatning avlodi bo'lgan o'quvchilarimning dinni tushunish uchun yuqorqidek qo'llanmalarga haqiqatan ehtiyoji tushidi, albatta. Bundaq qo'llanmalar ichidagi eng jalbkor yozilgani va eng voyaga yetkazib tarjim qilingani Said Qutubning nafrat qo'llanmalari bo'lsa kerak. 2016 yılı sentabr Vatandagi bir undidor salonida e'lon qilingan.